Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar va kanalimiz kuzatuvchilari. Bugungi sotuvga chiqqan hovli joyimiz Xiva yo'lda Ko'na metan zapravkani yaqin bo'lgan va yana ferma ko'chani, G'ayu ferma ko'chani oxirida joylashgan 600 metrli namunali joyimiz sotuvga chiqqan yurtdoshlar. Bu yerda 600 kvadratda joylashgan namunali joyimizdan faqat adı bor. Qay hamma yeri o'zgargan yurtdoshlar. Chunki adlarimiz burchatgalangan, polni daraxtlar, katta daraxtlar parvarish etilgan. Ko'rsatib o'tamiz. Oynalarimiz, xullas ko'cha taraf fasad hamma narsa o'zgartirish kirizib, ichondagi planni ham sal o'zgartirish kirizib, solib qo'yibdilar yurtdoshlar. Mana oynalarni ko'rsatib o'tamiz, rishotka, mramorlarni ko'rsatib o'tamiz. Bir yandan pastda mramorlari, fasadlarini travitindan. Keyin ichon tarafda даже o'zini katta daraxti, огороди bor va denli qishni kungi garaji va navesi ham bor yurtdoshlar. Ko'chamizni to'shni orientirina bog'chamiz. Maktab bog'cha bormi deganlar uchun bog'chamiz, maktabimiz ham shu yerda bor. Yaqingina. Bir adim. Beni sotib oladigan bo'lsangiz, narx ham dum ajoyib. Narx qiziqadigan bo'lsangiz, video davomida aytib o'tamiz. Shu o'tirming ko'rishingizni so'rayman. Hozir esa joyni ichon tarafini bir qator tushuntirib o'tamiz. Ketdik. Yine girib kelaverishingizda navesimiz yurtdoshlar. Bu navesni bilasizlar bunisidan. Va o'tirsangizlar ya bo'lmasa akvalashtirsangizlar qishki kungi garaj ham bo'ladi. Yozgi kungi o'tiradigan besetkasi ham bo'ladi, ayvoni bo'ladi. O'zini addinli ayvon ham bor. Bu tarafda uyni ko'rsatib o'tganda bir buni ham ko'rasizlar. Bu tarafimiz bog'imiz, navesimiz yana o'tiradigan, naveda kursilarimiz yana tashqarida qo'yiladi. Yana o'zini katta daraxt ham bor yana ichon tarafda. Endi bu uynelari boshqacharoq mehr bilan remont etib, daraxtlarni ham shunday ish qilib, ham birini ko'kalamiz aratib, yo bo'lmasa ham mera daraxt ekib, огородda qarashni yaxshi ko'radigan odamlar yashagan ekan bu yerda. Hozircha hech kim yashamaydiribdi. Olaman desangizlar, pastda uynasi nomerlarini ko'pmiz, telefon qilasizlar, savdolashasizlar, to'g'ri notariusga borib sotib olasizlar yurtdoshlar. Hozir esa огородdan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Keling. Огородda navlar kelgan, nechalli joyda qurilish qilinganini ko'rib turibsizlar-ku. 4 dan birida qurilish qilingan qayeri, naves va огородimiz yana. Tashqariga hojatxona, katta erikimiz bor ekan o'rtada. Manda pomidor, bodring, любой narsa eksa bo'ladi ekan. Bu yerda yana uzumzorimiz, ham banda ayvonchamizni bir ko'rsatib o'taylik. Ketdik. Tashqariga ayvonchamiz bir. Yine hozir kakaz yozgi kuni istida şöyle salqingina atib, suv sapadan vajdan dapada qo'yib, chiroylatib choy ichib o'tirsa bo'ladi yurtdoshlar. Bu tarafimiz trotuar, bu tarafimiz trotuar. Xullas chiroyli. Hozir esa ketdik uyning ichini bir qator ko'rsatib o'tamiz. Yine bu tarafda cho'rni xotlar, ichon tarafdan zaldan va kuxnidan chiqadigan eshiklari bilan birga. Даже podval ham bor. Pogrebdan bir ko'rsatib o'taylik podvalni. Bankami, любой narsa qo'ymoqqa katta podval ham bor ekan. Uyimizdan xonalar ham, koridor ham keng solingan yurtdoshlar. Eng birinchi giravashdan yana rakovinamiz, plita уже qo'yilgan. Bu tarafda esa kuxni zonamiz. Kuxni zonani bir ko'rsatib o'taylik. O'zingiz olib, keraklicha mebellarni qo'yib, menimcha zakonni etib remont etsangizlar, chiroyli, zo'r qimmatbaho uy bo'ladi. Yana tashqaridagi oynalari bir oyna, bu tarafda deshona chiqadigan ayvonchasi ham bor dashina. Bu zolimizdan bir qator ko'rsatib o'taylik. Zolimizdan bir baho berasizlar. Katta keng zol. Hech hamma narsa sig'adigan va ko'p odam sig'adigan zol ena. Bu tarafda tizor, bu tarafda mehki joylashgan ena. Balandligi ham 320 ekan yurtdoshlar. 320 hamma yeri pishankar uchdan qurilgan yurtdoshlar. Hamma yeri pishankar uchdan, devorimiz ham 1,5 o'rilgan qalin bo'ladi. Koridorimiz, sanuzelimiz bir ko'rsatib o'taylik sanuzelni. Gendanmasin bir baho berasizlar. Abi ishni me'morlarning uchun imkon tarafda esa uyni
Ishqilib üzeri uchun, spalni uchun отдельно qo'yilgan yana bir sanuzeli bor ekan. Ko'rsatib o'tirmaymiz, bu tarafda spalnimiz yana. Bu tarafda yana bir spalni, keyin kichkina zalimiz. Yana birimiz kichkina zalimiz. Bu anda katta zalimiz edi, bu esa kichkina zalimiz.